Assalomu alaykum azizlar. Bugungi mavzu Qirg'izistondagi bir qator kadrlar almashinuvi haqida. Qirg'izistonda xavfsizlik tizimida bir qator kadrlar almashinuvi bo'ldi. Shu jumladan xavfsizlik xizmati xodimi sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. Prezident Sadir Japarov sog'liqni saqlash vazirini ishdan olib, uning o'rniga Jalolobod davlat xavfsizlik rahbari lavozimida ishlab kelgan Kanibek Do'smanbetovni tayinladi. Xabarlarda aytilishicha, sog'liqni saqlash tizimi keskin darajada korrupsiyalashgani, xavfsizlik xizmati xodimi esa uni korrupsiyadan tozalashi mumkinligi ta'kidlagan. Kanibek Do'smanbetov Jalolobod viloyati rahbariyati ostida o'zining shafqatsizligi bilan tanilgan organ xodimi sifatida tilga olingan. Uning boshqaruvi davrida ekstremizm bahonasi bilan o'nlab da'vatchilar qamoqqa olingani, O'zbekiston bilan hamkorlikda ularni qattiq g'ayriinsoniy usullarda qiynoqqa solingani haqida ma'lumotlar tarqalgan. Xo'sh, nega aynan mana shunday shafqatsizlikda ayblab kelinayotgan shaxs sog'liqni saqlash sohasiga olib kelindi? GKNB Davlat xavfsizlik qo'mitasi davlat tuzilmalarining deyarli barcha sohalarini birin-ketin o'z nazorati ostiga olib bormoqda. Ma'lumki, xavfsizlik qo'mitasi harbiy boshqaruv tizimiga aloqador bo'lib, ularning siyosiy tuzilmalar ustidan nazorat o'rnatishi mamlakatni harbiy boshqaruv tizimiga olib kirishi mumkin. Bunday holatda siyosatchilar, parlament, sud tizimi, prokuratura va boshqa kuch tuzilmalari harbiy bosim ostida qolib, mamlakatda qonun ustuvorligi yo'qoladi. Bu kabi holatlarning minglab misollari Shimoliy Koreya, Misr, Saddam Husayn rejimi, Kaddafi rejimi va boshqalarda kuzatilgan. Ularda qonunchilik tizimi yo'q qilinib, harbiy diktatura o'rnatilgan. Harbiy diktatura aholini doimiy xavfsirash holatida ushlab turuvchi tashviqotlar bilan quvvatlantiriladi. Harbiy kuchga ehtiyoj ortib boradi va shu orqali rejim mustahkamlanadi. Aynan shu maqsadda xavfsizlik xizmati o'z xodimini sog'liqni saqlash tizimiga olib kirayotgani aytilmoqda. Demak, hozirda mamlakatda eng daromadli sohalardan biri bo'lgan farmatsevtika va sog'liqni saqlash tizimi xavfsizlik xizmati nazoratiga o'tishi mumkin. Bu esa davlat rahbarlaridan birining monopoliyasiga aylanishi ehtimolini oshiradi. Kichik kompaniyalar korrupsiyada ayblanib, mamlakatga kirib kelayotgan farmatsevtika bozori alohida guruhlar yoki oligarxlar tomonidan o'zlashtirilishi mumkin. Xuddi karantin davridagi Banetskiy laboratoriyasining monopoliyasi kabi. Bu ishlar davlat organlari va qonunlar bilan hamkorlikda amalga oshirilishi kutilmoqda. Ya'ni ushbu monopoliya davlat bilan hamkorlikda oligarxlar yoki ularning oila a'zolari tomonidan yo'lga qo'yilishi mumkin.